Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana 63 dars siz bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotida birga yashagan bo'ldik. Mana inshaalloh bugun darsni nihoyalar ekanmiz. Biz shuni tushunishimiz kerakki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari, siyratlari bu gapirilib qo'yiladigan bir dars, eshitib qo'yiladigan bir mav'iza yoki bir tinglab qo'yiladigan bir hikoya, qissa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlari siz bilan bizga ibrat, namuna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deb marhamat qilganlar. Tahqiq Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan va Allohni ko'p zikr qilgan kishilar uchun Rasulullohning hayotida, u kishining siyratida ibrat namuna bor. Qur'on Alloh taoloning insonlarni hayotlarini yashab o'tishlari uchun bir manhaj bo'ladigan bo'lsa, qo'llanma bo'ladigan bo'lsa, dastur bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining mana shu hayotida shu Qur'onni tatbiqi qanday bo'lishligini ko'rsatib berdi. O'tgan darsimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotini suhbat qilgan bo'ldik. Va bu shunday bir musibat bo'ldiki, bu musibatga teng boshqa bir musibat yo'q. Chunki Rasulullohning vafoti bilan samo vahiysi to'xtab qoldi. Alloh taoloning amrlarini bizga o'rgatib turgan zot dunyodan oxiratga safar qildi. Musulmonlarga musibat yetdi. Hatto kibor sahobalar ham nima qilishni bilishmasdan hayron bo'lishdi. Bu musibatli xabar butun Madinaga tarqadi. Birinchi bo'lib o'ziga kelganlar bu ansorlar bo'lishdi. Ular Banu Soida ayvonida, Banu Soida saqifasida nima ish qilishni maslahat qilishlik uchun yig'ilishdi. Hali ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning uylarida hali ham dafn qilingani yo'q. Rasulullohdan keyin nima ish qilishlik kerak? Ansorlar mana shu narsani hal qilishlikka yig'ilishdi. Ansorlardan ikki kishi, Uvaym ibn Sa'ida va Ma'in ibn Adi roziyallohu anhular ansorlar yig'ilgan joyni tark qilib muhojirlar tomonga qarab yurib borishdi. Chunki ansorlar muhojirlardan tashqari o'zlaricha bir xalifani saylab olishmasin, muhojirlar ham bu narsada qatnashsin degan ma'noda muhojirlarga mana shu yig'ilishlik haqida xabar bergani shoshilishdi. Ansorlar asr namozidan keyin, Payg'ambarimiz vafot qilgan kuni asr namozidan keyin Banu Soida ayvonida yig'ilishdi. Bu xabar Abu Bakrga ham yetib kelganida, shu paytda o'zining yonida bo'lgan Umar ibn Xattob va Abu Ubayda roziyallohu anhularni yetalab ansorlar tomonga qarab, ana shu Banu Soida ayvoniga qarab bordi. Yo'lda kelayotganida bu uchala muhojir Uvaym va Ma'in roziyallohu anhularni uchratib qolishdi yo'lda. Uvaym ibn Soida haqida Payg'ambarimiz shunday degan edi. Mana fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, ya'ni shu Qubo masjidida o'zlarini, ya'ni unda poklikni sevadigan kishilar bordir degan oyat nozil bo'lganida Payg'ambarimiz aytgan edilar. Uvaym ibn Soida ana shu kishilardan degan edi. Ma'in ibn Adi esa Rasululloh vafot qilganida odamlar qani edi ya Rasululloh, sizdan burun vafot etganimizda, qani edi siz vafotingizni ko'rmaganimizda deyishgan edi. Ma'in ibn Adi esa aytgan edi, men esa Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan ko'ra avvalroq vafot etishni xohlamayman. Chunki u zotni tirikligida qanday tasdiqlagan bo'lsam, vafot etganida ham shunday tasdiqlashni xohlayman degan edi. Shunday bir ulug' insonlar edi. Bu ikki kishi o'zi ansor bo'lishiga qaramasdan, ansorlarning qilayotgan ishiga teskari bo'lsa ham o'zlari to'g'ri deb bilgan narsani qilishyapti. Muhojirlarga xabar bergani kelyapti. Bu kishilarning tamomiy qalbini pokiz ekanligini bir dalili edi. Abu Bakr, Abu Ubayda va Umar ibn Xattoblar kelar ekan, bu ikki ansor yo'lda uchrashib, ularga sizlar muhojirlarsiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning vazirlari sizlar. Bu ishda, ya'ni Payg'ambarimizdan keyin boshliq tayinlashlikda yolg'iz o'zlaringiz qaror qabul qilinglar. Ansorlarning so'ziga quloq solmanglar dedi. Ya'ni hech kimga parvo qilmasdan o'zingizlar tayinlanglar xalifani dedi. Abu Bakr Siddiq yo'q dedi. Biz ansor birodarlarimiz bilan uchrashamiz. Toki so'zimiz bir joydan chiqsin dedi.
Dedida Ansorlar yig'ilgan joyga bu 5 kishi endi birgalashib borishdi. Bu vaqtda Ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu o'zini qavmdoshlariga, Ansorlarga xutba qilayotgan edi. U kishi shunday deyotgan edi: "Ey Ansorlar jamoasi, sizlar boshqalardan ko'ra dinga a'loroq kirdinglar. Sizlarning islomda fazilatingiz bor. Bu narsa boshqa biron bir arab qabilasida yo'q. Albatta, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zining qavmini ichida o'z qavmini Allohning diniga da'vat qilib, butlarni tark qilishlikka bir necha yillar chaqirib yashadi. U zotga qavmining ozgina kishilarigina iymon keltirishdi. U kishilar, ya'ni Makka da payg'ambarimizga iymon keltirgan ozgina muhojirlar Rasulullohni himoya qilishga, u zotning dinini aziz qilishga, o'zlarining boshlariga tushgan musibatni daf qilishga qodir bo'lmadilar. Shunda Alloh sizlarga fazl ko'rsatib, karomatni sizlar tarafingizga yurishini xohladi. Sizlarni bu ne'mat bilan xos qildi. O'ziga va nabiysiga bo'lgan iymon bilan, Rasulullohni va ashablariga bo'lgan himoya bilan rizqlantirdi. Rasulullohga bo'lgan himoya bilan, Rasulullohning sahobalariga bo'lgan himoya bilan sizlarni rizqlantirdi. To arablar Allohning dinini xohlab yoki majbur bo'lgan hollarida dinga kelmagunlaricha Alloh dinining dushmanlariga adovatingiz qattiqroq bo'ldi. Alloh sizlarning qilishlaringiz sababli arablarni payg'ambarning diniga kirgizdi. Hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan rozi bo'lgan holda vafot etdi. Bas, bu ishda xalifa saylashlikda. Sizlar boshqalarga parvo qilmay, o'zlaringiz qaror qabul qilinglar. Chunki bu ishni hal qilish faqat sizlarning haqlaringizdir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: Sa'd gapirayotganda unga aytadigan so'zlarimni tayyorlab turgan edim. Sa'd so'zini tugatganidan keyin o'rnimdan turmoqchi bo'ldim, Abu Bakr meni to'xtatib qoldi. Kutib turing dedi. So'ngra o'zi turdi. Abu Bakr turib: "Ey odamlar" dedi, Ansorlar ichida turar ekan. "Ey odamlar, biz muhojirlarmiz. Islomga birinchi bo'lib kirganmiz. Hasab jihatidan eng karamlisimiz. Makonat jihatidan insonlarning afzalimiz. Rasulullohga ham eng yaqin bizmiz. Sizlardan avval iymon keltirdik. Qur'oni Karimda ham sizlardan avval zikr qilindik. Chunki Alloh taolo Qur'onda was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin val ansor deb zikr qilgan. Ya'ni muhojir va ansorlarning birinchi peshqadamlari va ularga chiroyli amallar bilan erishgan zotlar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ansorlar degan so'zdan avval muhojirlar degan so'zni zikr qildi. Bizni Alloh sizlardan avval zikr qilgan dedi. Biz muhojirlarmiz. Sizlar esa ansorsizlar. Sizlar bizning dindagi birodarimizsiz. Faydagi sheriklarimizsiz. Dushmanlarga qarshi bo'lgan jangda bizga yordamchisiz. Tahqiq xayrli ish qildingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bizlar amirmiz, sizlar vazirsiz. Arablar faqatgina Qurayshdan bo'lgan kishilarga itoat etadilar. Alloh taolo muhojir birodarlarga bergan narsani talashmaylar. Umar ibn Xattob aytadi: "Nima demoqchi bo'lsam deydi. Qanday so'zni aytishlikka tayyorlab qo'ygan bo'lsam, birortasini qoldirmasdan Abu Bakr hammasini aytib o'tdi" dedi. So'ngra Abu Bakr so'zining oxirida: "Albatta men sizlarga bu ikki kishidan birini tanlab olishingizni taklif qilaman" dedi. Ya'ni o'zingizlarga boshliq qilib, mana bu ikki kishidan bittasini tanlaylar dedi-da, bitta qo'li bilan Abu Ubayda roziyallohu anhu, ikkinchisini bilan Umar ibn Xattobni ushladi. Umar ibn Xattob aytadi: "Abu Bakrda aytgan hamma gapidan rozi bo'ldim, faqat mana shunisiga rozi bo'lmadim" dedi. Axir oralarida Abu Bakr Siddiq bo'lgan qavmga qanday qilib men boshliq bo'laman dedi. Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu kasal edi. Gapirayotganda bemor edi, betob edi. Gapini tugatgandan keyin kiyimiga o'ranib bir chekkaga borib o'tirib olgan edi. Abu Bakrning bu xutbasidan keyin ansorlar jim qolishdi. Chunki Sa'd ibn Uboda turib, bu ish, ya'ni boshliq tayinlashlik ansorlarning haqida turibdi.
Abu Bakr Siddiq chiqib turib, muhojirlar haqida dedi. Shunda Habbob ibn Munzir turdida, ansorlardan bu kishi. Turib aytdiki, sizlardan bitta amir bo'ladi unda, bizdan bitta amir bo'ladi dedi. Sizlardan bitta amir, bizdan bitta amir dedi. Hamma o'zini fikrini aytib, g'olg'ov ko'tarilib ketdi. Ovozlar ko'tarildi. Yana nima qilishni bilishmasdan hayron qolishdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu turdi. Umar roziyallohu anhu turib aytdi: "Ey odamlar," dedi. "Bu kishi Abu Bakr Siddiq," dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning g'orda birga o'tirgan sohibi. U kishi haqida Alloh Qur'onda oyatlar nozil qilgan. Hamda Rasululloh sizlarga imom bo'lishiga faqat Abu Bakrga rozi bo'lgan dedi. Qanday qilib sizlardan biror kishi Abu Bakrga imom bo'lishligini xohlaydi dedi. Hech kim turmadi. Chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu imomga o'tganda payg'ambarimiz Alloh va Rasuli va mu'minlar bu narsani xohlamaydilar deb 3 marta takrorlagan edi. Hech kim turmaganidan keyin Umar ibn Xattob: "Ey Abu Bakr," dedi. "Qo'lingizni uzating," dedi. Abu Bakr qo'lini uzatdi. Hali Umar ibn Xattob qo'lini ushlab bayat bergunga qadar ansorlardan bo'lgan Bashir ibn Sa'd roziyallohu anhu irg'ib turdi-da, birinchi bo'lib Abu Bakrga bayat berdi. Abu Bakr xalifa. Orqasidan Umar ibn Xattob bayat berdi va ansorlarning qolganlari ham turib, shunday bir tiqilinch izdihom bilan shunday bir bayat berish boshlandiki, bir chekkada o'tirgan Sa'd ibn Ubodani tepalab yuborishga yaqin bo'lishdi. Demak, bu mushkula mana shunday nihoyat topdi. Bu ish dushanba kuni bo'lgan edi. Dushanba kuni asrdan keyingi vaqtda. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hali ham Oysha onamizning hujralarida edi, hali ham dafn qilingan emas. Ertasi kuni, seshanba kuni peshinda odamlar namozga jamlanar ekan, Abu Bakr minbarga chiqib gapirmoqchi bo'ldi. Shunda minbarga Umar ibn Xattob chiqdi-da, kutib turing dedi Abu Bakr. So'ngra Umar minbarga chiqib shunday dedi: "Men kecha kuni aytgan so'zlarim bu shaytonning adashtirishidan" dedi. Ya'ni Rasululloh o'lmagan, Rasululloh qaytib keladi deb boyaga alamda, musibatda qattiqligini aytgan so'zlarini aytayapti. Kechagi men aytgan so'zlarim bu shaytonning adashtirishidan. Albatta Shura ahli nabiyingizni g'orda hamrohi bo'lgan bu kishiga bay'at berishlikka ittifoq qilishdi dedi. Ya'ni Abu Bakrga bay'at berildi. Turib Abu Bakrga bay'at beringlar dedi. Va qolgan musulmonlar ham kecha ansorlardan tashqari hali bay'at bermagan boshqa musulmonlar ham bir chekkadan kelib Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga bay'at berishdi. Shunday qilib Abu Bakr Siddiq musulmonlarga Rasulullohning xalifasi bo'ldi. So'ngra Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu minbarga ko'tarildi. Allohga ham, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlar aytdi. So'ngra aytdi: "Ammo ba'd. Ey odamlar, albatta men sizlarga boshliq qilib tayinlandim. Vaholanki men sizlarning eng afzalingiz emasman." Bu kamoli Abu Bakr roziyallohu anhuning kamtarligidan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu eng afzal inson ekanligi payg'ambarlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan isbotini topgan edi. Payg'ambarimiz aytgandilar: "Anbiyolardan keyin yerni bosgan eng afzal kishi bu Abu Bakr" deb aytgan edi. Alloh taolo osmonni yerni yaratgan kundan boshlab yer yuzini odamlar tepalarkan kelib, payg'ambarlardan keyingi o'rinda turgan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu edi. Abu Bakr hukmdagi o'zining manhajini, dasturini bayon qildi. Agar men to'g'ri ish qilsam, bas menga yordam beringlar. Agar xato qilsam, bas meni to'g'rilab qo'yinglar. Chunki rostgo'ylik omonatdir, yolg'on esa xiyonatdir. Ya'ni hech qachon sizlarni aldamayman, sizlarga yolg'on gapirmayman, ma'lumotlarni o'zgartirib taqdim qilmayman. Birodarlar, rostgo'ylik omonat. Odamlarning ustida rahbar bo'lgan odamlar, odamlarning mulkida omonatdor bo'lgan odamlar xotirjam bo'lsin. Qiyomat kunida ularga qo'yilgan omonat so'raladi. Rostgo'ylik bilan bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolaning barakoti keladi. Adolat bo'lgan joyda barakat bo'ladi, farovonlik bo'ladi. Chunki rostgo'ylik omonatdir.
Yolg'on esa xiyonatdir. Davom etib Abu Bakr shunday dedi: toki sizlarning orangizdagi zaif kishi agar boshqa birovda haqqi bo'lsa, meni oldimda bu kishi kuchlidir, toki uni haqqini olib beraman. Sizlardan qaysi bir kishi kuchli bo'lsa, lekin nohaq bo'lsa, meni oldimda u zaifdir, toki boshqalarning undagi haqqini olib beraman. Qaysi bir qavm Alloh yo'lidagi kurashni tark qilar ekan, Alloh ularni xorlik bilan jazolaydi. Qaysi bir qavmda fahsh yoyilar ekan, Alloh ularga balolarni yog'diradi. Ustingizda Allohga itoat qilgan narsamda menga itoat qilinglar. Alloh va rasuliga osiy bo'lgan o'rinda menga itoat qilmanglar. Namozlaringizga turinglar, yarhamukumulloh dedi. Mana shu qisqagina xutbasida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qanday hukm yurgizishligini, o'zini hukmdagi dasturini musulmonlarga bayon qildi. Bu 11-hijriy yil Robiul Avvalning 13-seshanba kuni bo'ldi bu ish. Payg'ambarimiz vafot qilganining 2-kuni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilasi, ahli u zotni dafn qilmoqchi bo'lishdi. Ali ibn Abi Talib, Abbos ibn Abdul Muttolib, Fadl va Qusum ibn Abbos, Usoma ibn Zayd va payg'ambarimizning mavlosi Shaqron roziyallohu anhular u zotni yuvishlik uchun kelishdi. Ahli Badrdan bo'lgan bir kishi, Avs ibn Huvli roziyallohu anhu Rasulullohni yuvmoqchi ekanligi haqida xabar topib, shoshilib keldida kirishga izn so'radi. Chaqirganida Ali roziyallohu anhu chiqdi. Oxirgi marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rishimni shuga ko'rsa. Payg'ambarimiz faqat o'zini xonadoni, o'zini ahli yuvadi. Shunda ey Ali dedi, Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni, u zotga bo'lgan suhbatimizni hurmatini o'rtaga qo'yib so'rayman. U zotni sizlar bilan birga yuvishimga ruxsat bering dedi. Ali roziyallohu anhu ruxsat berdi. U kishi ham kirdi. Ular payg'ambarimizni yuvmoqchi bo'lishdi, lekin nima qilishlikka hayron bo'lishdi. Sababi hamma qatori yechintirib yuvintiramizmi yoki odamlarni xilof qilib odatiga kiyimni yuvamizmi? Bu kishilar nima qilishligini bilmasdan turganlarida birdaniga hammasi yengil uyquga ketdi, mudroq bosdi va hovli tomonidan Rasulullohni kiyimlarida yuvinglar, ya'ni kiyimida qoldirib yuvinglar degan ovozni eshitdi. O'zlariga kelib turib, eshitdinglarmi deyishdi. Bu Alloh tomonidan ularga berilgan bir ishora edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kiyimlarida turgizib yuvintirishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni muborak jasadlarini Ali roziyallohu anhu olib ko'kragiga suyab turdi. Fazl va Qusum roziyallohu anhular yordam berishdi. Usoma va Shaqron suv quyib berib turdi. Abbos ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu payg'ambarimizni yuvdi. Shunday qilib payg'ambarimiz yuvildi va 3 oq savub bilan kafanlandi. Endi dafn qilish kerak. Qayerga dafn qilishadi? Masjidga dafn qilishadimi? Oysha onamizning hujrasiga dafn qilishadimi? Yoki Baqiy qabristoniga olib chiqib dafn qilishadimi? Maslahat so'rab Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu oldiga odam yuborishdi. Abu Bakr ularga men Nabiy sollallohu alayhi vasallamning biz anbiyolar qayerda vafot qilsak, shu yerga dafn qilinamiz deganini eshitganman dedi. Shunda payg'ambarimizning xonadoniga bu xabar yetganda Oysha onamizni uyida qabr kavlashlikka harakatini boshlashdi. Chunki payg'ambarimiz Oysha onamiz roziyallohu anhoning uyida vafot topgan edi. Endi qabr qazishda ham yana ikkilanishdi. Qanday qilib kavlaymiz? Muhojirlar chuqurni to'g'ri kavlab shuni ko'milardi. Ansorlar esa chuqurni kavlab tushib turib, yana yonboshiga chuqur qilib lahab qilishar edi. Endi qaysinisi bilan dafn qilamiz payg'ambarimizni? Muhojirlar kavlaganda ham yoki ansorlar kavlaganda? Muhojirlarni mana shu dafn ishlaridagi boshlig'i Abu Ubayda roziyallohu anhu edi. Ansorlarni bu ishda boshlig'i Abu Talha roziyallohu anhu edi. Abbos ibn Abdul Muttolib ikkalasiga ham teng odam yubordi. Yubordida Parvardigor dedi, nabiyingga o'zing ixtiyor qilib ber. Ana shu ikkisidan qaysi biri kelsa, o'shalar qaziganda qaziymiz dedi. Birinchi bo'lib
Abu Talha roziyallohu anhu ansorlardan bo'lgan kishi keldi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kavlangan qabr lahadi bilan bo'ladigan bo'ldi. Bu ish tunda bo'ldi, qabr kavlash. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni yuvib bo'lganlaridan keyin odamlarga janoza o'qishlikka ruxsat berildi. Rasulullohni masjidga olib chiqishmadi. Ana shu turgan joyida avval erkaklar, keyin yosh bolalar, keyin ayollar kelib, to'p-to'p bo'lib kirib janozasini o'qishdi. Janozani o'qib bo'lgandan keyin qabr kavlash boshlandi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, asboblarning ovozidan bildik Rasulullohni dafn qilishayotganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni chorshanba kuni dafn qilishdi. Chorshanba tunida kavlandi. So'ngra qabr tayyor bo'lganida Ali, Fazl, Husn va Shaqron roziyallohu anhular payg'ambarimizni ko'tarib qabrga olib kirishdi. Dafnga payg'ambarimizning qo'riqchisi Mug'ira ibn Shu'ba roziyallohu anhu ham qatnashgan edi. Lahadiga joylab chiqib, ustiga tuproq tortishlikka kirishmoqchi bo'lib turganlarida Mug'ira ibn Shu'ba qo'lidagi uzugini yechdida qabrga tashlab yubordi. So'ngra to'xtab turinglar dedi. Men uzugim tushib ketdi. Uzugimni olib chiqib olay dedi. Tushdida uzugini olgandan keyin Rasulullohni oxirgi marta qo'llari bilan silab oldi. Va aytdiki, keyin Rasulullohga oxirgi marta qo'lini tekkizgan odam men bo'lishimni xohladim dedi. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dafn qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning hujrasiga dafn qilindi. Ali roziyallohu anhu uyga qaytib kelganida Fatima Zahro payg'ambarimizning qizlari qattiq yig'lab o'tirgan edi. Kuyoviga qarab, "Ey Ali" dedi. "Rasulullohning ustiga tuproq tortgani qo'linglar qanday bordi?" dedi. "Ustiga tuproq tortdinglarmi?" dedi. "Qo'linglar qanday bordi Rasulullohga tuproq tortgani?" dedi. Lekin o'lim haq. Har bir insonni boshiga keladigan haqiqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vafotidagi musibat bo'lmaydi musulmon odam uchun. U zotning vafoti sababli vahiy to'xtab qoldi. U zot bizga vahiyni ta'lim berardi. Allohning buyruqlarini yetkazib turib, birodarlar, bir podshohni, rahbarni, bir ulug' insonni emas, Allohning buyruqlarini siz bilan bizga ta'lim berar edi. Vahiyni uzilib qolishidan, bizga osmon bilan yer o'rtasidagi aloqani uzilib qolishidan kattaroq musibat bo'lishi mumkinmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan sahobalarning muhabbati faqat bu dafnida yoki vafotida bilinmadi, balki uzoq yillar o'tdi. Futuhotlar birin-ketin o'lkalarni musulmonlar fath qilishda davom etishdi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrida Fors, Rum saltanatlari mag'lub qilindi. Bu bilan Alloh taolo musulmonlarni, islomning shavkati yuksalganligini ko'rsatdi. Kufrni va shirkni shavkati singanligi ma'lum bo'ldi. Musulmonlar Shomga qarab yurishdi. Umar ibn Hattob xalifa bo'lib turgan paytida 4 katta qo'shinni Shomga, Baytul Maqdisga, Quddusni fath qilishga yuborgan edi. Quddus shahri fath bo'ldi. Endi Quddusdagi nasorolar biz shaharni faqatgina xalifaga topshiramiz deb turib olishdi. Shunda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Quddusga o'zi yurib bordi. Quddusga keldi Umar ibn Hattob. Shunda Jo'lon balandligida, ana shu Jo'lon balandligida mana shu bir buyuk musulmon lashkari, 4 ta katta amirning boshchiligida hammasi yig'ildi shu yerga. Bu dar haqiqat islomning g'olib bo'lganiga bir dalil edi. Rum parchalandi. Fors saltanati mag'lub qilindi. Islom g'olib bo'ldi. Xolid ibn Valid amirlardan, Shurohbil ibn Hasana, Amr ibn al-Os, Abu Vayda roziyallohu anhu boshliq katta qo'shin yig'ildi. Mana shunday bir ulug' kunda ular Umar ibn Hattoganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytasiz deb majbur qiladi. Shunda ey Abu Bakr dedi. Agar siz meni Umayyadan sotib olib, o'zingizga qul qilishlik uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring aytaman dedi. Agar meni Alloh uchun ozod qilgan bo'lsangiz, meni majbur qilmang. Axir ashhadu anna Muhammad rasululloh desam, Rasululloh hujrasidan chiqib kelmasa men qanday sabr qilaman degan edi. Mana bir necha yillar o'tdi, endi Bilol roziyallohu anhudan sahobalar
mana shu kunni sharofati bilan ozon aytib berishligini talab qilishdi. Bilol roziyallohu anhuni Umar chaqirdi va Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, bugun ozon aytib bering dedi. Bilol roziyallohu anhu rozi bo'ldi. Rasulullohning vafotidan keyin birinchi marta ozon aytyapti Bilol. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Endi ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deganda Bilol to'xtab qoldi. Yig'ladi. Yig'ini qattiqligidan Bilol roziyallohu anhu ozonni davom etkazolmay qoldi. Bilol roziyallohu anhu yig'ladi, u kishining yig'isiga qo'shilib hamma yig'ladi. Chunki Rasulullohni eslashdi. U zotning pokiza siyratini, iymonni eslashdi. Jihodini, xulqini eslab yig'lashdi. Fidokorligini, sabrini eslab yig'lashdi. U zotning ulug' sifatlarini eslab barchalar yig'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha mehnatni, qiyinchilikni, mashaqqatni qilib bo'lib, Alloh taolaning huzuriga safarni ixtiyor qilgan. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga bergan bashoratlar birin-ketin sodir bo'lib olishlayapti. Rumni yengishdi, Forsni yengishdi, Quddusni, Baytul Maqdisni fath qilishdi. Bilol roziyallohu anhu yig'ini qattiqligidan ozon ayta olmay qoldi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashini so'raymiz. Firdavs jannatlarida bizlarni u zot bilan hamsuhbat qilishini so'raymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati malollantirmaydi. Bu Rasulullohning siyrati bu hikoya yoki qissa emas, bir eshitib qo'yadigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati ibrat, namuna, biz uchun qudva. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha katira. Alloh Qur'onda aytadi: "Ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal ibrat namuna." Birodarlar, bizga hech kim ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Biz uchun ibrat bo'lgan zot faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat nima? Bu xutba emas, bir hikoya emas, she'r, madh yoki biror bir mav'iza emas, eshitib qo'yadigan. Rasulullohga bo'lgan muhabbat u zotga bo'lgan ergashish. U zotning sunnatini hayotimizda tatbiq qilishlik. Rasulullohga bo'lgan muhabbat nima? Siz bilan bizning iymonimizning sharti. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sizlardan bir kishining iymoni komil bo'lmaydi toki men unga otasidan ham, bolasidan ham, hattoki hamma odamlardan, hatto o'zini jonidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmagunicha uni iymoni to'liq bo'lmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad, ayting, agar Allohni sevsangiz menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lida borishimizga, o'ziga yo'liqadigan kunimizgacha u zotning sunnatida turishligimizga tavfiq berishini so'rab qolamiz. Mana darsimiz nihoyasiga yetdi. 63 darsda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qib o'rgangan bo'ldik. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vasf qilishdan qalam ojiz. U zotni qaddi qomati-yu, xulq atvorlari, fe'llarini sifatlashlikka qalam ojiz. Payg'ambarimiz mana shu buyuk sifatlari bilan hammadan ajralib turadi. Mana shu sifatlarini ta'sirida qalblar u zotni ulug'lab yaxshi ko'rdi. Odamlar u zotni hurmat ehtirom qildi. Va mana shu hurmat ehtirom borasida dunyodagi hech bir inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga barobar bo'la olmaydi. Hech kim bandalardan hech qaysisi boshqa bir bandani musulmonlar o'zini payg'ambarni yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'rgan emas.
U zotning atrofida yashab turgan odamlar u zotni qattiq sevishar edi. U zotga tirnoqcha zahmat yetganidan ko'ra o'zlarini bo'yinlarini uzilib ketishini yaxshi ko'rishar edi. Inson bolalarning ichidan hech kimga ato etilmagan fazilat, o'ziga xos bo'lgan kamolat sifatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zida jamlandi. Mana quyida darsimizning nihoyasida sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashqi ko'rinishi haqida nimalar deyishgan. Mana shularni o'qigan bo'lamiz. Ummu Mubit payg'ambarimiz hijrat qilganida mana shu ayolning chodiriga to'xtagan edi yo'lda. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni u ayol qanday sifatlagan edi? Payg'ambarimiz haqida Ummu Mubit shunday deydi. U zot g'oyat ko'rkam, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, go'zal xulqli, boshi va qornini na kattalik va na kichiklik bilan ayblab bo'ladi. Husndor va go'zal. Ko'z qorachig'i ham tim qora. Kipriklari uzun, ovozlarida biroz mayinlik bor. Bo'yni salgina uzun. Ko'zining oqi tiniq oq. Qoshlari kamon, sochlari qop-qora. Sukut saqlaganida viqor, so'zlaganida esa ko'rkamlik balqib turadi. Uzoqdan qaraganda g'oyat kelishgan va ko'rkam, yaqindan ko'rganda g'oyat go'zal va yoqimli. So'zlari shirin va dona-dona. Sergap ham, kam gap ham emas. So'zlari xuddi ipga terilgan munchoqdek. O'rta bo'yli, ko'rgan kishi na pakana va na darroz deb ayblay oladi. Yonida hamrohlari ham bor. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuvchi ham, birovni kamsitish ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobasi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday deydi. U zotning bo'ylari o'ta uzun ham, o'ta past ham emas, o'rta bo'yli edilar. Sochlari o'ta jingalak ham, o'ta silliq ham emas. Jingalaklik va silliqlik o'rtasida edi. Badanlari semiz ham, yuzlari go'shtdor va dumdumaloq ham emas edi. Yuzlari biroz dumaloqlikka moyil, tiniq oq edi. Ko'zlarining qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, yelka va bo'g'in suyaklari katta. Ko'kraklaridan qorinlarigacha mayin va ensiz tuk bilan qoplangan. Badanlari jundor emasdi. Oyoq qo'llari zalvorli, yurganda xuddi qiyalikdan tushib kelayotgandek salobat bilan yurardilar. O'girilib qaramoqchi bo'lsalar, butun gavdalari bilan burilar edilar. Ikki kiftlari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. U zot oxirgi payg'ambar edilar. U zot g'oyat qo'li ochiq, nihoyatda jur'atli, o'ta rostgo'y, ahdiga vafodor, xulq-atvori muloyim, o'ta samimiy inson edilar. Dastlab ko'rgan kishini haybatlari bosar. Yaqindan tanigan odam esa u kishini yaxshi ko'rib qolar edi. U zot haqlarida so'zlagan odam men u zotdan avval ham keyin ham u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim der edi. U zotni ko'rgan, u zot bilan birga yashagan kishilar payg'ambarimizga shunday bir ta'rif berishyapti. Anas ibn Malik roziyallohu anhu kichkinaligidan Rasulullohning xizmatini qilgan. U kishi aytadi: Rasululloh keng yelkali, tiniq rangli edilar. Ranglari juda oq ham, qora ham emas edi. Barro roziyallohu anhu aytadi: Xushqad, keng yelkali edilar. Sochlari quloqlarining yumshog'iga yetar edi. Men u zotni qizil hullada, qizil kiyimda ko'rdim. U kishidan ko'ra chiroyliroq insonni aslo ko'rmaganman. Ka'b ibn Malik aytadi: Xursand bo'lsalar, yuzlari oydek yorishib ketar edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu aytadi: Boldirlari biroz ingichka edi. Kulsalar faqat tabassum qilib qo'yardilar. U zotning yuzlariga boqib, ko'zlariga surma tortilgan deb o'ylar edim. Aslida esa surma qo'yilmagan bo'lar edi. Umar ibn Xattob aytadi: U zotning tishlari juda chiroyli edi. Ibn Abbos aytadi: Kurak tishlarining orasi ochiq bo'lib, gapirgan paytlarida tishlari orasidan nur taralayotgandek bo'lar edi. Anas roziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kaftlaridan ko'ra muloyimroq bo'lgan na ipek va na boshqa narsani ushlamadim. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bo'yidan ko'ra xushbo'yroq biron hidni topmadim.
Bir oyat aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hidlaridan yoki bo'ylaridan ko'ra xushbo'yroq na mushk va na ambar va na boshqa biron xushbo'ylik topmadim. Abu Juhayfa aytadi, u zotning qo'llarini olib yuzimga bosdim. Qo'llari qordan-da muzdek va mushkdan-da xushbo'yroq edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu o'zini bolalik davrini eslab aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzimni siladilar. Qo'llarida salqinlik va xushbo'ylikni his qildim. Go'yo u zot qo'lini attorning qutisidan chiqargandek edi. Anas roziyallohu anhu aytadi, terlari marjondek edi. Onam Ummu Sulaym aytar edi, u ya'ni terlari xushbo'yning xushbo'yi. Jabir roziyallohu anhu aytadi, bir yo'ldan yurib o'tgan bo'lsalar, u zotdan keyin shu yo'lda yurgan odam xushbo'y hidlaridan yoki terlarining xushbo'y hididan u zotning bu yerdan o'tganini bilib olardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday bir buyuk inson bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, bu voizlarning tillari, kotiblarning qalamlari u zotni jasadiy, axloqiy sifatlarini ta'riflashlikka albatta ojiz bo'ladi. Siz bilan biz mana shunday zotga ummat bo'lganimizga Alloh taologa hamd va sano aytishimiz kerak. Va u zotga ummat bo'lganligimizni isboti o'laroq hayotimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasi bilan yashab o'tishimiz kerak bo'ladi. Siz bilan bizga Alloh taoloning tavfiqi bo'lgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.